Assalomu alaykum. Bugun yilning sovuq davri boshlanishi bilan ko'pchiligimizni qiynaydigan muammolardan biri mavsumiy gripp va shamollashdan qanday himoyalanish mumkin degan savolga javob beramiz. Demak, kuz mavsumida ko'p uchraydigan o'tkir respirator virusli infeksiyalar turli virusli qo'zg'atuvchi agentlar tomonidan yuzaga keladi. Qisman o'xshash alomatlarga ega va shuning uchun ko'pincha bitta kasallik sifatida qaraladi. Biz o'zimizda kataral belgilar, yo'tal, tomoq og'rig'i, aksa urish, tana haroratining ko'tarilishi kabilarni sezishimiz bilan grippga chalindik degan xulosaga kelamiz. Biroq o'tkir respirator virusli infeksiyalar qatoriga grippdan tashqari paragripp, adenovirus, renovirus kabi infeksiyalar ham kiradi. Ular orasida nisbatan ko'p uchraydigan gripp filtrlanuvchi bir necha turdagi gripp viruslari tomonidan chaqiriladi. Bunda kasallik manbai gripp bilan kasallangan bemor hisoblanib, u yo'talganda, aksa urganda tashqi muhitga ajralgan tupuk zarrachalari orqali yaqin atrofdagi kishilar zararlanadi. Ya'ni kasallik havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Kasallikka chalinish xavfi barcha yoshdagilar uchun bir xil, ammo bolalar orasida bu ko'rsatkich yuqori. Virus organizmga yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatlari orqali kirib, so'ng qonga so'rilib tarqaladi. Bu o'z navbatida intoksikatsiya belgilarining rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Nafas yo'llarining shilliq qavatida yallig'lanish keltirib chiqaradi. Gripp virusi umumiy intoksikatsiyaga sabab bo'lgani uchun odam organizmida chidamlilikni susaytiradi. Bu esa ikkilamchi infeksiyaning yuzaga kelishiga imkon yaratadi. Kasallikning yashirin davri bir necha soatdan 2-3 kungacha davom etadi. Kasallik davomiyligi 3-6 kunni tashkil etadi. Yangi tug'ilgan bolalarda onadan o'tgan immunitet hisobiga kasallik birmuncha yengilroq kechadi. Nimjon, sun'iy ovqatlanuvchi chaqaloqlarda ko'proq konyuktivit, burun, yutqun shilliq pardalarda, burun yo'llarida bo'ladigan kataral o'zgarishlar xarakterli. Kattalarda umumiy intoksikatsiya, bosh og'rig'i, holsizlik, bosh aylanishi, ishtahaning buzilishi kabilar kuzatiladi. Va albatta, bu belgilar har bir organizmning kasallikka qarshi reaktivligi, immun tizimi, qo'shimcha kasalliklar bor yoki yo'qligi, yosh va yashash sharoitlariga ko'ra turlicha kechadi. Quyidagi choralar yuqumli nafas yo'llari infeksiyalari xavfini kamaytirishga yordam beradi. Avvalambor, infeksiyalangan odam bilan aloqani cheklash, ya'ni yuzma-yuz uchrashuvda himoya vositalari, niqoblar va respiratorlardan foydalanish, qo'llarni to'g'ri texnika bilan tozalash. Bu ayniqsa ko'chadan kelganda to'g'ri keladi. Qo'limizni iliq suv va sovun bilan yaxshilab yuvib, ularni sirtidan potensial patogenlarni ko'pini olib tashlash mumkin. Bu ularning uyda tarqalishini oldini oladi. Yuvilmagan qo'llar bilan yuzga ko'p tegmaslik kerak. Zararli mikroorganizmlar odam tanasiga asosan og'iz, burun, ko'zning shilliq qavati orqali kiradi va bunda iflos qo'llar infeksiyani yuqtiradigan omil bo'lib xizmat qiladi. Uyda va ishda tozalikni saqlash, xonani muntazam shamollatish, zarur holatlarda esa dezinfeksiya qilish lozim. Immunitetni mustahkamlash. Kuchli immunitet tizimi tanaga infeksiya ta'sir qilish xavfini kamaytiradi. Uni mustahkamlash uchun ko'plab tavsiyalar mavjud. Bular sog'lom kun tartibi, jismoniy faollik, muvozanatli ovqatlanish, bolalar va kattalar uchun vitaminlar va boshqalar. Grippga qarshi maxsus profilaktika sifatida emlanish tavsiya etiladi. Hozirda O'zbekistonda grippga qarshi 3 ta turdagi vaksina mavjud va ularni hududiy oilaviy poliklinika hamda emlash punktlariga murojaat qilgan holatda olishimiz mumkin. Grippga qarshi vaksina organizmda 15 kun ichida mikroblarga qarshi immunitet hosil qiladi va bizni grippdan himoya qiladi. Ta'sir kuchi 1 yilga yetadi. Emlangan holda gripp yuqqanda ham kasallik emlanmagan odamga nisbatan yengil va asoratlarsiz kechadi. Emlashdan oldin shifokor tomonidan albatta emlanuvchi shaxsning umumiy salomatligi, shunga ko'ra vaksinatsiya qilmasligiga ko'ra belgilanadi. Ya'ni emlanadigan kishi shamollash, nafas olish yo'llari yallig'lanishi kabi kasalliklardan tamoman sog'lom bo'lishi lozim. Shuningdek, vaksina tarkibidagi komponentlarga nisbatan allergik reaksiya ham bo'lmasligi kerak. Shuni unutmaslik kerakki, qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, uni davolashdan ko'ra oldini olish eng muqobil chora hisoblanadi. Shunday ekan, salomatligingizga e'tiborli bo'lib, yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling.